Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz aldınqı qetimliq dersimizde kitapnınki En-Nemuzecel Evvel degan o'rindan tatib o'qigan. Yana biraz gapni beshiga qaytsaq. Chunki masalani biraz eslab o'tili. İlgirki derslerden bir kısım. Biz avval mında bir nazariyani qo'yib o'tdik qarindoshlar. Har qanday gap yoki har qanday bir ish vujudga chiqishdan ilgari buningga nisbatan ma'lum darajada bir bilish kerak. Ya'ni biz siyosat haqida gap qilmoqchi bo'lganimizda yoki siyosat sohasiga qadam ish qilmoqchi bo'lganimizda avval bunu bilish kerak degan bir nazariyani o'tirg'i qo'ydik, buning muhimlik nuqtasini deb o'tdik ilgirki darsda. Shundan keyin mushu bilish asosidagi bu nazariyaninki bir namunasi sifatida bir ishninki qaror chiqarish jarayonlarini bizga o'rnak shaklda ko'rsatib o'tdi. Ya'ni bir mashru plandan birisi başlatıldı. Bununla qadam aldık. Bir planninki aladigan qarorlari qanday shaklda chiqadi bunu bir bilayli avval deb kelib, buni 6 seviyada chiqardik. Ya'ni balkim sizlar hayotingizda undan narsani ko'rgan yoki ko'rmagan, ichki vaqtlarimizda bizning vatanda tugman deb bir narsa bor. Buğdaydan un chiqaradigan, balkim jiqlaringizga yot emas u narsalar. Şununki unni tasqaydigan bir elgekleri var. Yani ötküzgüç, süzgüç desek mi buldu? Buğdayını izip boğandan keyin bir neçe katlamdan ötküzdemdi. En nazuk, inçki qilliq süzgüçlerden keyin ap-aqlan chiqadi. Onun biraz aldıdan biz düvez deb qo'yamiz, bir un chiqadi. Onun keynidan kipek chiqadi yani. Yani bir her xil şekildeki un çıkarış için türlü süzgüçlerden, elgeklerden qanaqa qilish kerak, o'tkazish kerak. Yani bir plan degandan qarori bir necha xil elgekdan o'tadi. Elgek deb turib, elgekni tushunamizlar, tushunamizlar qarindoshlar. Sizlarni desam o'qimayman, biz shu elgek deb tushundik, qanaqa bir narsani tasqaydigan. Tamam. Ötkeme biraz çoğu. Kalbir misal çoğu. Elgek en tüşke inçke tasqaydigan narsa. Til itib ketdik. Şu elgek desek to'g'ri chiqadi menimcha. Yani biz hozir elgek to'g'risida qanaqa qilyapmiz, gap qilyapmiz. Yani dini mercaiyet, dini manba, yani dini kitaplar, dini nesler ve şundan şekillengen bizningki miras bizdeki şekillengen an medeniyet. Bu birinci elgek. Mişyadın ötmeydi, her qanday qara matrapga ötmeydi. Meyli biz onu oylaylı yoki oylamaylı, xalaylı xalamaylı bizden chiqadigan qara. Biz başlagan bir plandan, plan haqida, planni cho'riga asosida elinadigan qara. Farqli bir şekilde, farqli dediğimiz her adamninki o'zining marja, yani manba muqaddas kitaplarga bo'lgan bağlanışı, andakin o'zining milliy aşılondan şekillengen miras xarakterlik an tushunchasiga deki farqlarga qarab turib bu qarorlar cho'ng kichik farqli bir şekilde o'tadi. Bu birinchi elgek. İkinci elgek yaşayotgan davrininki insonga ta'sir qiladigan nuqta. Buni biz tushungan deb bo'ldik. Jiq tushunib ketdik buni. Her devrde yaşayan adam şu devrinin tesirine mutlaka uçraydı. Alim uleması mı uçraydı, ziyadisi mi uçraydı, ticaretçisi mi uçraydı. Mesela biz kıskağına 10 yıl içinde işgal yaşap baktık desek bulundu. Birisi vatanda, yani birisi bugünkü muhacirette. Şu 10 yıl içi bizni iki xilga o'zgartdi. Belki 2015'ten ilgili qaysi birisimizden bir haqda bir fikrini soğan bolsa, bununla başka xil cevap verişimiz mümkün. Ama bugün
5 yil ilgari bergan javobning balkim tam ta'sisini yoki ma'lum darajada, ma'lum nisbatda farqli bir javobini berishimiz aniq. Bu nima desanglar, yashagan muhitimizningki bizni qanday qilishi, o'zgartirishi. Bu ikkinchi elgak. Endi mushuni o'rtada fikrlashtiradiganlar kim o? Masalan deyli, bizning bir manbaimiz var. Muqaddas kitoblarimiz var. Qur'on, hadis. Anaga shundan shakllangan bizda qadimdan vujudimizga singib ketgan, anamiz allay naqsi o'tirib bizning vujudimizga singdirgan bir ong var bizda shakllangan bir ong. Shu ong va undan keyin biz yashayotgan mush davrdan shakllangan umumiy holatni o'rtada bir atmosferaga aylantirib, hammalarning ko'z oldiga nazariya sifatida aytildiganlar kim o? Desa, üçüncü elgek bu. Yani her asırdaki mutafakkirlarning nimasi xizmati. Mutafakkirlar degan gapdan bek cho'ng gapib ketdim, chunki bizning millatda mutafakkirlar nihoyat az yoki nima deyarlik, yo'q deyarlik qarindoshlar. Lekin yo'q deganimizda yana bor. Mayli o asli o'lchamga tushsin, bir millatga xitob qilgan insonlar bor. Bugun o'rtada jiq insonlar millatga xitob qilyotadi. Millat o insonlarning xitobini meyli mənsitməyən bir şəkildə, ya ki qattiq qiziqqan bir şəkildə, ya qaylı olan şəkildə, ya bir sınaq şəkildə anlaydı. Qanday olsa anlaydı. Adətdə məndə çox, sən qaylı olmağan, ya ki sən yaxşı görməydiğən bir adamın gepmə adamı təsir qılırdı çox. Qanday desənlər, qaysı bir sana özəli misal qalanlar? Yaxşı görməydiğən bir adamın anla, meyli o kim olsun? Çıxıb sözləydən deyilik. Ya onun kitabını oxuyuslar, ya ki avazını anlaysızlar, ya sizinle kürsüzlər, ya ki toplagan bir söhbetiga barasızlar, seni yaxşı görmeysizlər. Təxmin qıraq desem, bir düşman deyilisizlər, düşman kürsüzlər, bunu yaman kürsüzlər. Tabii ki, əsli özümüz düşman kürsü doğru olmaz, lekin yaman kürdüğü ahvallarımız var. Bir anlapaqayanmış qoyunun gepini dep anlaysızlar. Seni yaman görgen şu adamın gepini mi anlap oturup, bunda gepini deysizlər, ama aşı gep məlum nisbətdə sizlərə təsir qılır. Ya sizini azraq o'ng'a ittirdi, ya solga ittirdi. Ya sizning qilmoqchi bo'lgan qarorlaringizga ma'lum ta'sir ko'rsatdi. Ya siz ikkinchi qatim bir yerda deydigan gapingizga ashi gap ta'sir qiladi. Ya'ni demoqchi bo'lganim shu. Bir jamiyatda o'rtaga chiqib, shu jamiyatning fikriy masalalarini yo'l ko'rsatish masalalariga kirishgan odam ijobiy salbiy shaklda shu millatga ta'sir ko'rsatdi. Mayli uni millat qabul qilsin, qilmasin cho'qim ta'sir ko'rsatdi. Bugun jamiyatda eng tillanadigan odamlar bor o'rtaga chiqib, jamiyatga fikr taqitayotgan. Sade hammadan beklaydigan odamlar bor, ammo odamning fikrimi meni ma'lum nisbatda xalqqa azroq bo'lsa-mu qanday bo'ladi ta'sir bo'ladi. Unda olganda, men demoqchi bo'lganim shuki, kitobning demoqchi bo'lganim shuki qarindoshlar. Diniy manbalar va shu diniy manbadan shakllangan milliy bizning ong saviyamiz bir elga kulab ma'lum darajada fikrlarni tasqab o'tkazsa, ikkinchisi atrofimizdagi bizga ta'sir qilayotgan ma'lumotlar, bilimlar u yana bir tasqab o'tkazsa, mushuningdan tasqalgan fikrlarni o'rtaga fikrlashtirib, xalqning oldiga chiqadigan do'konchilar, fikr do'konchilari. Bu fikr do'konchilari deganim salbiy gap emas. Masalaga tushuntirish uchun da'votiman. Navoiy ninini yiqib oldidagi nimaga tizidi ya, qanday tijoratchi o'zining mollarini oldiga tizidi ya, mutafakkirlar tizib shu fikrini bizga sunadi. Ya kitob shaklida sunadi, yoki ovoz shaklida sunadi, ya xitob shaklida, ya bir konferans bunda zal yig'in o'rinlashtirib uni sunadi. Üçüncü ötkemi, üçüncü galveriyak, üçüncü elgek, üçüncü süzgüç bu. Yani her esirdeki müfekkirinlarınki hizmeti. Halimiz bu vay qarindoshlar, muş en muhim nokta. Favqulodda muhim nokta. Bunda müfekkirinlar jamiyat huquqi yo'q bo'lishi mumkin. Kishilar kendiga ergashmasligi mumkin. Lekin jamiyatda fikr iqimini mushlar shakllantirdi. Maalesef. Maalesef deyishimning sababi asli bir to'g'ri go'zal ish. Chunki mutafakkirlar bir millatning fikrini shakl. Lekin bizda haqiqiy kasbiy mutafakkirlar bo'lmaganligiga nisbatan maalesef da'vatim qarindoshlar. Bir qarindoshimiz Xitoyni to'xtamay tashviqot qiladi deydi. Shu tashviqotning ajoyib ta'siri bor.
Şunu qat'iy to'xtamaslik kerak. Yaxshi damlar qachon foydasi yo'q deb to'xtaganning aytsa, eski damlar qilaveradi. Buning o'ng ta'sir bir shaklda nima bo'ladi? Ta'sir bo'ladi. Yo'q deb turib ta'sir bo'ldi-chu, yo'q deb turib ta'sir bo'lgan gap. Qani kitob qarab boqaylik. Mening 3-chi al-mustawa al-thalisdan olgan tushunjamni sizlarga xuloslab bir shaklda dedim, balkim sizlarmi tushundinglar. Qani kitobda olib turdim deydi, qarab boqaylik. Al-an ya'ti davru qadatin nahdat. Endi hozir oldingi 2 elgakdan keyin mushu gullanish yetakchilarining roli turaslarni to'xtatish uchun degani, ya'ni ikkisidan kelgan gaplarni ma'qul ilg'ab o'tkazdi yani. Andagandan mufakkirlarning roli bek muhim. Chunki har qancha bizning diniy manbarimizda bo'lgan uning elgiga o'tgan bo'lsin, madamlar uni ya u yonga tortib, ya bu yonga tortib, shu davrdagi, har asrdagi, har zamondagi shu fikriy ishlar bilan shug'ullanuvchilar masalani qanday qilib biroz oldiga yoki keyniga tortalaydi. Buni xolimasa qiladi. Va yastafidu min ulumul asr. Bular zaman ilimlaridan, bilimlaridan foydalanadi. Zamanning kirgan ma'lumotlardan foydalanadi. An yukawwinu ma'miyaqda diqqat qilinglar. Va yukawwinu bular ideologiya deb ataladigan bir narsani barliqqa keltirdi. Dal bir millatninki fikir atmosfera qatlamini shakllantiradiganlar shu millatdagi fikr sohiblari. Fikr sohiblari degandan keyin bunda haqiqiy fikr va degan gap emas. Fikr deb o'tirib chiqqanlar. Davomli bir gapni ta'kidlaymiz, yo'lnos yo'q yerda maymun podshoh deb. Haqiqiy fikr sohiblari yo'q yerda fikr sohibi men deb o'rtaga chiqadigan, so'zlaydigan bir odamni o'rtaga chiqadi. O odamni biz qabul qilmaydi. Jamiyatda ashula merkez qilgan bir şekilde ideologiya şekilde durdu. Şu adamın derecesiga vaqib an millat şekildigan ideyaning darajasi belgilanadi. Şunu men halimizga voy deyishning ahvoli shu qarindoshlar. Bular deydi bu ideologiya nimadan iborat desa biz burun bunda chiqarib deb bo'ldik bu to'g'risida. Kishilar shu atrofga to'planadigan, bir-biriga bog'lanadigan sistemlik fikrlardan iborat ki bu fikr ularga reallikni tafsir qilib beradi. Ularga kelgusidagi xizmatning liniyasini sizib beradi. Ya'ni bizzat siyosiy o'zgartirish liniyasini va ularga go'zal ayt bilan xo'sh bishorat beradi. Sizlarcha bugun Uyg'ur jamiyati, chet ellik Uyg'ur jamiyatida qancha xil ideologiya bordi? Qancha xil ideologiya bordi? Qarindoshlar. Mesela ben bir ideologiyani sizlarga o'zim tushungan bir ideologiyani bayqag'inimni bir misol qilib deb boqay. Bizning g'arb davlatlarida, Amerikada yashayotgan qarindoshlarimiz bir xil fikrga kuchaklik hamda. Qanday fikrga kuchaklik desa, to'xtamay Xitoyning bizga qilayotgan ichinishlik azoblarini, uqubatlarini, zulmlarini biz xalqaroga anglatsak, xalqaro buni tonib yetsa, undan keyin mushu bahanada g'arbdagi kuchli davlatlar, masalan, boshqa Amerika, unda boshqa g'arb dunyosidagi boshqa Yevropa davlatlari, masalan, bular bir iqtisodiy jihatda, siyosiy jihatda Xitoyga qanday qilsa, besim ishlatsa, yoki Xitoy bilan ya savdo urushi, yoki siyosat urushi, yoki amaliy urush qo'zg'alib qolsa, texnik yaxshi ashtab bo'lsa, shu orqali bizning ishimiz o'zgaraydi, biz mustaqillik erishimiz degan oxirgi nuqtani o'rtaga qo'yib o'tdi masalan. Qaranglar, tufassiru lahumul voqi' degani ularning davomini hozir bunda qildik. Masalan, Pompeo manda uchuqlamalarni o'rtaga tashladi masalan. U bunda qildi, bunda qildi, Xitoyga bunda iqtisodiy embargo yurgizayotdi. Hozir masalan, mushu necha kun ichida yuz bergan Xitoy virus sababli Xitoyga to'lam ba'sini davatgan davlatlarning qatorida Yevropa davlatlaridan bir nechta davlat qo'shildi. Mushta narsalarning hammani tushundirdi. Ya'ni hozir bunda bo'ldi va bizning kelgusiga qitgan ishimiz mau. Mana tushundinglarmi? Undan keyin bu yerdagi bir o'zgarish manda bo'ladi. Ya'ni Xitoyga besim ishlatadi.
Xitoy o'g'lidi bo'ldi. Andan keyin biz aytayotgan qanaqalimiz mustaqilimiz degan bir shaklda. Ayda asli mening menda bir kallamda menda bir sizimim bor. Yevropa devletlerindeki mayli Amerika'daki olsun, G'arb devletlerindeki Amerika'daki olsun yoki Yevropa devletlerinde olsun, siyosiy faoliyat qilayotgan qarindoshlarimiz ko'pinchisi mustaqillik degan narsani da'vo qilgan bilan bunda gap so'zlarininki andan keyin tushundirgan ba'zi strategiyalarninki oldi-keyniga qaragan vaqtda ko'pinchisi avtonomiya bilan to'xtaydi. Ya'ni Xitoy shu zulmni to'xtatsa, ashada bir Uyg'urlab normal ash zaminning fuqarosi bo'lgan ash zamin deganim ularning kallasida ham shu vaqtdagi vaziyatni taqozo qilsa shuning moslashadigan bir holatni o'ylayman, men tushunib yetyapman. Gerçi ba'zining og'zidan chiqadi aniq, ba'zininki og'zidan chiqmaydi. Ko'pincha mustaqillik bir shaklda da'vo qilib turibdi. Ya'ni deylamdi. Şinjan olib turaversa, ama Şinjan'a resmi avtonomiya qanaqa qilinsa berilsa, resmi avtonomiya berilib Şinjanning xalqi, ashulning tilidan so'zlayapman men. Bir o'zining normal erkin yashash huquqiga erishsa degan bir nuqtani asos qilib turib, markaz qilib turib, bütün xitob gerçi seni Şinjan yoki bo'lmasa avtonomiya degan gap hozir o'rtaga chiqqan amalam zarbiyab ketgandan chiqmagan bilan, ama bütün xitobning shakli va menayotgan siyosatning umumiy puroqlari shu shaklda bir qanaq shuning o'zim men bir ideologiya yoki bir atmosfera kishilarni shuning atrofiga yig'ish, to'plash deb mana shaklda qanaq qilaman tushunaman qarindoshlar. Shu ama biz qarshi nuqtada İslamiyolar, Müslümanlarni, İslamchilarni deyiladi. İslamchilar asosliqi Turkiyani markaz qilganlik bilasizlar. Turkiyani markaz qilganlik. İslamchilarning ikki xil tarafi bor. Dunyoda bor bu ish, bizning ishimizda bor. Birisi qurolliq harakat tarafdorlari, bularmi mush tarafda. Ondan keyin birisi siyosiy harakat tarafdorlari. Bularning ko'pinchisi Turkiyada asosliqi. Endi tamam, qurolliq harakat teşebbüslerininki tam neygacha strategiya sizde mening bundan tam xabarim yo'q qarindoshlar. Ama Türkiye'de navbat harakat qilayotgan siyosiy, biz siyosiy yetakchilar yoki siyosiy partiyalar deb qarayotgan madamninki, masalan, maxil shakldagi tashkilotlarninki yoki qilayotganlarninki navbatdagi vaziyatni aniq tushuntirib beradigan Eğer degenim nokul eğer demez. Yani kelgüsümüzü etmekçi. Kelgüsümüzü da bizge size peç olması bir xaritasini göstereydigan ve muşu jarayonda qilishga tegishlik manda qilsak oldu diyeleydigan, andan keyin oxirgi nishon mao diyeleydigan bir net uchuq sarih bir şekilde plan bir atmosfera qana qilinmadi, shakllanmadi maalesef. Her ishqa juz'iy her işninki üzüge qarata qiziqtiruvli shaklda ketyapmiz. Masalan, bir faoliyat shakllantirmoqchi. Asli cho'ng bir plan tuzilib, shu planning ichidagi bir bekat shaklda bo'lishi kerak bu faoliyat. Lekin biz faoliyatni shu faoliyat nuqtasida turib qanaqavatimiz boshqalarga tushuntiryapmiz. Masalan, misol olsam, namoyish desak, ma'lum kunda qildigan namoyish yoki ma'lum kundagi qildigan bir yig'ilish yoki ma'lum bir kundagi aslama deyli, buni shu ish nuqtasida turib haqqa tushuntiryapmiz. Masalan, Olju vaqasi, 5-iyul vaqasi munosabat bilan pat yig'ilib qo'yamiz yoki namoyishlarni o'tkazamiz masalan. Faoliyatlar bo'lib turish kerak. Men faoliyatlarga nisbatan kallamda qarshilik yo'q, lekin shu qiladigan faoliyatlarninki bizning uzunga suzilgan bir harakat planimizning ichidagi bir o'rniq bekitilishi kerakdi. Lekin qanday qilyapmiz biz Turkiyada desa, shu 5-iyul vaqasiga munosabatlik bir namoyish qildi deyli. Shu ishni markaz qilib turib tashviqot qilib kishilarning asroq hissiyotini qo'zg'ab turib beryapmiz. Ya'ni 5-iyulda nurg'un qarindoshlarimiz o'lib ketgan, Xitoy nurg'un qarindoshlarimizni qirvatgan. Biz bu kunda o'zimizning g'azabini ifodalamasa bo'lmaydi. Bizning odoqlangan, ya'ni markaz qilgan nuqtamiz shu kungi markaz. Mening demoqchi bo'lganim o chiqishni xato demoqchi emas. Tabiiyki, har bir masalani biz eslatib turish kerak, dushmanga eslatish kerak, biz o'zimizga qanday qilish kerak, eslatish kerak. Lekin bunun uzun yillik bir xizmat planida, xizmat yo'lida
onun bir o'rnini bekitish kerak yani. Bizning mush ishimiz bizning 10 yillik deyli. Biz qaysi kuni oldingi darslarda plan tuzishni gapini qildik ya. 10 yillik yoki 20 yillik büyük bir planın içindeki bir o bekitini bekitish kerak. Palani bekat bu. Safakoy bekat ya İ5 bekiti yoki Javzibog' bekat degan Javzibog' bekat degandek bir ismi bo'lish kerak yani. Agar anda olmagan vaqtda nima ahvol yuz beradi desanglar, bir qitim qilib boqamiz, ikki qitim qilib boqamiz, uchinchi qilib boqamiz, to'rtinchi qadamdan tortib inson aldangandek bir xil tuyg'u bo'ladi. Aldangan tuyg'u. Mushu tuyg'u an butunlay bizning bundan keyingi harakatimizni o'ltiradigan tuyg'u qarindoshlar. Shu mening jiddiy bir shaklda kallamga hartayim keladigan narsa Türkiye'de ciddi bir şekilde siyasi yolla uzun mezgillik bir plan ve bu planın fikirleri, birisi bağlaşkan fikirleri tüzülüş gerek. Bu fikir taqitliş gerek. Şu fikir bir fikirge aylanish gerek. Kişilerin hemmesi o fikirini ma'lum derecede çördügen bir şekilde bir izgi ideya şekilde qabul qilish gerek. Reallıkta şunun qarata hareket qilish gerek ve kelgüsüge şunun qarata qarash gerek, beqish gerek yani. Çünkü men kallamda bir fikir olursa bu fikrim boyunca 30 yıllık plan ya 20 yıllık plan ya 10 yıllık plan ya 5 yıllık plan degen bir kallamda bir plan olsa men bunu balamga deyme. Etrafımdaki dostlarımga deyme. Tabii halatda asta savaqdaşlarımga deyme, işdaşlarımga deyme. Mening urullaştırılışım şu plan boyunca buludu. Ballarımdan şu, tuqqanlarımdan şu, urug tuqqan savaqdaşlarımızdan şu, qulum qoşlarımızdan şu. Bir xil işlerimiz yani motorunun içindeki birisiga maskelagan çık çaqlaqa o'xshash, yani gire çaqlaqa o'xshash birisiga moslashib maqoldi. İşlerimizden hemmesi bunda udullushudu. Bo'lmagan ahvollar hozirqadek tiklashib qilayotgan, zidlashib qilayotgan tikanga o'xshash birimizga moslashmaydigan ish chiqadi. Şu an Türkiye müşahede fevkalade bir islahatga yoki bir planga nimasi var, ihtiyacı var deb qarayman. Uyg'urlarning ko'p sonliqi Türkiye'de şu Avrupa'daki pat o'zining ishlarini Türkiye'ga yo'tkab ataytan kelib qilyotdi, chunki Avrupa'da o fikirlarni anglagudek o'rtada adammi yo'q. Tarqaq, hammasi tarqaq urulashtirilgan, chunki Avrupa davlatlari hech kimdan da asan bekaga bakmaydi. Avrupa davlatlarining maqsadi ularning ang tuyg'usini uli xohlasin xohlamasin hech bo'lmasa ikkinchi avlodga qolgan vaqtda o'zining qilish maqsadi bilan boqadi. Bir kalani boqqan odam yo uning sutini ichadi yoki muzini oladi emasmi? Hargiz bekor ish yo'q. Shuni ularni bir muvofiq bir shaklda urulashtirib Yevropadan da xohlab o'ltiradigan bo'ladi dastlab boqqan vaqtlarda o'zi mustaqil egilik tiklamagan vaqtlarda xohlab harakat qiladigan ahvollar bo'lmasligi mumkin. Şunla köpüncü qarindoshlar şu Türkiye'ye harakat qildi, chunki asosiy kuch Türkiye'de. Maalesef asosiy kuch sahibi bo'lgan Türkiye'ninki o'zimizga xos bir atmosferamiz. Ya'ni mana shu vaqtda taxmin qilsam ideologiyamizning qana qilmaganligi, shakllanmaganligi bek bir afsunarlik bir ish qarindoshlar. Ya mesele ne qarindoshlar? Mesela siyosiy ittifoqlashmasa birlikka degan bunda adli noktaga apamaydi. Nima ish qiladi desanglar qarindoshlar? Siyaset babında hiç kim ittifaklaşmaydı. Siyaset babında ittifaklaştırıldı. Yani bir köç eğer planlarını cahide tüzüp söylep menip buna siyasette destek ötmese anda birleşti fikri bir yer geldi mağul ittifaklaştı hemmesi kuruk gap. Siyaset destek ötüdügansa yani kim hazırda dokuyor bir ideologiya da dokuyor. Bu ideologiyasını hakka to'g'ri tushuntiralsa, xalqni atrofiga yig'ib, planni joyida tuzalsa, bir yillik emas, bir qitimliq hayajonliq nutq bilan atrofdagilarning hammasining chavaqchog'ini mencha hech nima o'tmaydi. Necha yillik kishilar uning atrofida chim tursa, mana bir narsani deyman sizlarga. Men bir ishni ajoyib kallamda mundaliqi shishamaklik mana bir ish bor. Payg'ambar alayhisalom davetni o'rtaga olib chiqdi. Rasulullahga iymon aytdi, xalq. Ondan keyin Qurayshninki Rasulullahga ergashgan kishilarga nisbatan aziyatlari birdigan, xafaliqlari ko'paygili boshladi. Rasululloh Habasistonga hijrat qilgan da bir odamlarni avatibdi. Habasistonda necha yil turdi, qaysinglar bilasizlar?
Neçə il ətraf etdi Dağıstanda? Ən axırda Həbəşistandan Mədinəyə qayıtıb gələn sahabelər neçə ildə qayıtıb gəldi? Qaysanların aniq məlumatı var. Tamam. Bəziləri 8 ildə islə Həbəşistanda tuğan müddət, bəziləri 7 ildə islə. Mənim isimdə qılıcı 10 ildən artıq qandır herhalde. Yani 8 yıllık sizlərin degan bu gepini dey. 8 yıllık bir hicret vakti var. 15 yılda durur kardeşim benim kallandığıma aşağıda kılıqlıq. 10 yıldan artıq 15 yıl etrafında bir vakit. Tamam 10 yılda turlu. 10 yıl degende çok adam özgüreydi. Lekin nim bula? Həbəşistan'a ketken şu sahabılar. Ha o vaxt azıqda WhatsApp yok. Telefon yok. Xət içib turduğan telegraf yok. Nim bulab Resulullah'a olan bağlanışı acayip ketmedi. 10 yıldan kin mu ketke vakti ki aynı ideologiya, aynı fikirden Medine'ye qaytib kelib Medine'de buluvatqan işqa kege yerden qatnaşa aldı. Nemişqi ula özgürlük ketmedi. Mesele bu. Bizden hem de mesela vatenden chet elge hazırga kengashib ketdik o arlıqda ovub ketdik. Burunluq vaqtlarda 2010 yıllarning oldida vatenden chet elge shunda chiqdimi 10 yil turdi, hammamizni yo'qdi. Xili isil ideya bilan chiqqanlar. Nimishqa desa, hozir tam men demoqchi bo'lgan bir ideologiya. Ya'ni onun Türkçede buyut deb qo'ydi ya, baş oxirisi aniq sizilgan, ma'lum kengirlik va uzunlikqa ega bo'lgan, bekatlari aniq bo'lgan bir ideologiya ega bo'lmagan bu chiqqan. 4 yil 5 yilda bir turmush halaklikka tushamiz. O bizni bir ritim turmush ritmiga soladi. Shuni bilan shu ritmda eqib ketimiz. Asta yozilgan xatning ustine 3 ay bilan har surksak suslashib oxirsida uchib ketgandek chet eldeki muhaciratdagi burun chiqqanlarning ko'pinchisidan ya'ni ahil düzgün bir şekildeki ideologiya bo'lmag'ach qalam vatan unutilib ketgan bir ahvolga biz uchrayapmiz. Ammo shu Həbəşistan ketgan sahobalar o'ylab baqayli. Rasululloh bilan qanchalik birga tug'an, Makkada qanchalik tug'an. Andan 10 yil atrofida 15 yil dedi bir qarindishimiz Ashubek to'g'riqdagi yaqin inkallamda shu tarixda Həbəşistanda o'xshamaydigan bir til, o'xshamaydigan bir muhit, xristian muhiti onun ustiga bir yashagan bir zaminda turib, 15 yildan keyin qaytib kelib Rasululloh qilayotgan, musulmonlik qilayotgan ishning kege yerden qatnaşa alıp memiş bulardaki Resulullah bularning qalbiga sizgan ajoyib bir strategiya. Şoňlaşqa Resulullah'a iman etgan bolsun, iman etmagan bolsun dünyada Resulullah'ni birinci derecelik siyasiyon lanın qatarıga sırallaştırıp qalsa tizganlıqı Resulullah'ның qılıbatqan işi addi iş emas. Oylap baqinglar bugun kim şuna qila olaydi? 5-6 yil bir adamni özüge ergeştirip ondan keyin emsile hicret qilma deb 15 yil o'ttirdi. Hech qanday bir aloqa olmay, yani 15 yildan keyin o'ziga bog'lab qaytirib akilarish degan oddiy gap emas. Ondan keyin ba'zi sahobalar Rasulullohning qishig'i keladi. Bir necha soat paranglashadi, Rasulullohga iymon etdim deydi. Ama sen o'zingning yurtga qo'yib, yurtingni da'vat qil deb aytadi. U yurt shu bugungi bir necha davlat hamda. Arab qo'ltiq davlatlaridagi bir necha davlat. Yani arliq musofa xili bor. Belki neçə yılgacha Resulullah bilan ko'rishmasligi mumkin. O'tirda hech bir aloqa vositasi yo'q. Yine Resulullah'ın 3 saat 4 saat algan şu ideyani o'zining xalqida taqitib, aytgan aloqa asli kelgandan keyin xalq uçuşqandan keyin yani kelgan yerdan maslashib mang'alaydigan. Yani Resulullah şu vaqt taqtiyotgan muntazam bir ideya var. Tabii ki bu vahiy Allah Resulullah'a münasib bir şekilde şüpürüvatkan bir yol hayat soğuğa çıkaçta keldi. Biz del mesele şu ne? Bayqap depiş gerek ve bugün emilleştirişimiz gerek. Ma ahvalımız bir xatarlı qarindoshlar. Biraz gap uzun kitap qolib qoldi. Kitapni davomlashtiraylik. Hada ta'rif lil ideologiya. Mana ma ideologiyaninki ma ta'rifati bizni 3-chi saviyaga yetkazdi. 3-chi saviya qaysi? Yani muşu esirdeki mutafakkirlarniki hizmetleri ki bu hizmetle şu mukaddes menba karakterlik neslerden yani kitap sünnetin elinidu ve medeniyet mirasıdan elinidu. Birinci seviyeden elinidu ve zaman ilimlerden
ve zamanın ilimlerining qanoatlaridan ilinadi. Ya'ni 3-chi seviyedekilerinin qiladigan ishi 3-chi elgekning ishi nima desanglar, 1-chi va 2-chi elgek, yani 2 seviyedeki ma'lumotlardan bir fikr o'rinlashtiradi degan gap. Nima ish qilsa litahruja bimanzumatin fikri, bir fikri sistem bilan chiqish uchun, sistemni olib chiqish uchun. Mening aytib davotgan narsam shu. Bir sistem bo'lish kerak. Bu sistem ne yaptır? İdeologiya deb atadı. Biz bunu sistem deb atsak mı buludu? Fikir deb atsak mı buludu? Bir plan deb atsak mı buludu? Nim deb atsak mı buludu? Atalığı mühim emas, ama tecma'un nase havlaha, kişilerin etrafıga toplaydıgan, tufassiru lahumul vaqi', ulağa bugünüsünü, növetik reallıqını izahlab, bizning hazırki ahvalimiz meyadmeyağız deb çöndürüp rəyləydigan ve tubashshiruhum bil mustaqbal, ulağı kelgüsüdün hoş bir şarat birələydigan ve turshiduhum ila tariq at-taghyir, ulağını özgertiş yoluğa başlayalaydigan bir sistem qana qılıdı, kötülüp çıkıdı 3-cü seviye. Yani her zamandan, her əsrininki mutafekkirleri. Ve min hadal mustawa, mana bu seviyeden nurgun tasavvurla elinidi, tustaqa, yani elinidi. Nima to'g'risida desa, ummatni o'rnidan turg'izish uchun nima qilish keraklik haqida. Dal mushu seviyada, 3-chi seviyada biz o'zimizning nima ish qila oladiganligimizni bayqay olamiz qarindoshlar. Va mushu ideologiya qarar elish xizmatidagi 3-chi süzgüchni bizga temsil qiladi. Ya'ni mishada yana nurg'un narsa, nurg'un fikr miyada tas qilib o'tadi. Bizga yaraydigan fikrlar qolib qoladi, yaramaydigan fikrlar vaqtliq qana qiladi, tashlanib qoladi. Bu. Va iza ista'radna masar al-mashru' al-islami. Endi biz islom mashru'larininki, islom projelarininki da musabaqaga ko'z yugursak, endi bu oddiy gap bo'lmadi. Bulapmi? Shu oxirgi Osmonli yiqilgan vaqtdan ta deb qaraymiz ko'pincha ishlarga. Nima ish qilsang, uning oldidan nima degan bilan davlatda bir islom davlati sistemasi bor, bir xalifalik sistemasi bor. Xalifalik yiqilgandan keyin, endi xalifalikning yiqilishini 1924 deydi, mohiyatda, amaliyotda xalifalikning ruhi 1909 yiqilib bo'lgan Abdulhamid Xonninki shu Nazarbayevga elishlan taxtdan cho'lishlarla dunyoda islom xalifaligining ruhi asosan surpatiya o'qilib bo'lgan uningga. Shu vaqtdan tortib o'rtaga chiqqan o'z jamiyatini o'zgartimiz, o'ziga xos bir shaklda degan nurg'un odamlar bor. Masalan, Muhammad ibn Abdul Vahhab din Sanusiygacha. Muhammad Abdullohni bilasizlar, Arab yarim oldiki bugungi Saudiyaninki ideologiyasini quruvchilarning birisi. Sanusiya hozirgi shu Liviya nima deydi, o'laqama Liviya madraplini Mag'ribul Arabiy deb qo'ydi, arabchada, Uyg'urda Shimol Afrika deb qo'ydi. Ya'ni Jazoir, Aljeriya, Marokash, Tunis, Liviya qatorliq davlatlarni temsil qiladi. Mushu sohalardagi fikr sohibi, ya'ni ideologiya quruvchilari. Bence qasanlar taqidi musharliqda taqigan o kitaplar Muhammed Ali Sallabi'ninki bir neçe tarixdagi dаңlıq mushu ideologiya fikr sahiplarininki kitaplarını tom besib haqsiz taqatdi bilisizlar. Qizil, yeşil, oq rangli kitaplar arabcha taqidi. Shuning ichida Sunusiya va Abdul Qadir Jazoiriy va bence biraz bu odamning tarixini ancha-muncha o'qib qo'yinglar. Muhammad Abdullohning tarixini o'qinglar. Hayruddin Barbarossa va Jamoliddin Afg'oniy va bu odamning hammasiga nisbatan ismini ma'lum darajada anglaqliq, lekin men sizlarga tashabbus qildim, o'qinglar, ko'ringlar har holda bu odamning tarixini, ya'ni hayotini qisqacha bir o'qinglar. Kitobni tom kitobni o'qib bilolmasanglarmi, nima to'g'rilib ekan, nima ish qilib ekan, qilgan o'tirib qo'ygan fikrning asosiy yig'indisi nima ekan degan shaklda Muhammad Abdu o'rtaga olib chiqqan ko'z qarash, madrasa ingap, maktabda ingap emas, yo'l deb tushunsanlar bo'ldi. Val Kavakibi andan keyin Muhammad Abdudan keyin Muhammad Rashid Riza, undan keyin Hasan al-Banna keyingi davrlarda. Hasan al-Bannani bu yangi Ixvanul Musliminning fikr ideologiyasi, Hasan al-Banna o'rtaga qo'yib chiqqan fikr. Undan keyin Nabahanininki Hizbut Tahrir masalan, hammasi bir islomiy mashru'lan o'rtaga chiqqan shaxslar. Gerçi bazısı məğlub oldu, bazısı davamlaşıvatıdı. Bu
yoki bizni bularning fikrining hammaga qo'shilishimiz shart emas. Nurg'un fikrlar qo'shilmaydiganlarimiz va qo'shildiganlarimiz va hatto bularning ma'lum birisiga muayyan bir xil mansubiyat e'lon qilishimizning hojati yo'q. Faqat bularningki hayotida o'zining fikrini o'rtaga olib chiqish uchun, atrofdagi kishilarni agashtirish uchun va g'alaba qilish uchun sizgan bir umumiy liniya tuzgan plan ve bu planınki icra kılınış kadem basqıçlarını qanaqa lazım, bir o'qib o'tmak lazım, tahlil qilmoq lazım. Bu mençeslerin ostonlardaki muhim bir vazife. Senecid emamena aşarat et-tasavvurat. Biz aldığımızda onlarca tasavvurlarni qanaqalımız tapımız. Yani hizmet yolları hakkında kelgüsüge meniş üçün münasip ideologiya hakkında. Ben bir narsin echilman qarindoshlar. Bir narsadan echilman. Bizning Uyg'ur tariximizda shu oldimizdagi 100 yil ichida bilishimcha Muhammad Ali Efendininki bir kallasida bir ideologiya, bir fikri var. Abduqodir Damollamning bir ideologiya fikri var. Undan keyin Sabit Damollamning bir ideologiya fikrlari var. Shundan keyin Ilhon Turam, undan keyin Ahmadjon Qosimi masalan, qatorliq jiq shaxslar yo'q bizning tariximizda. Bu shaxslarning fikrlarini bir qul qanaq chiqmoq lazım, ilg'ab chiqmoq lazım. Çünkü hemisi bir devir yaşayan adamlar, onun için Muhammed Emin Buğra mesela, muşların hemisi bir devir yaşayan adamlar, hemisi siyaset sahasındaki alayda her noktadan, bazı ilmi noktadan, bazı harbi noktadan, bazı din noktasına kirgen adamlar ve ahiriste bular bir devir yaşayan diyen gepim pek mühim. Çünkü bir devir yaşayıp durup ahiriste bu meşrularınki hemisininki bir qarquduqqa uchib ketgani meni biroz echindirdi. Endi bunun bu gapni deyishimning bir sababi nima bo'lsa, mening shu bir ishni tahlil qilishda hech kimni ayblamaydigan bir mijozim bor. Men bularning bayatini tilga olganlarimning hech qaysini ayblamayman. Ama bizning ustimizga tushunimiz qilimiz nima bo'lsa, shularning hammasining kallasidagi bir ideologiyani bayqab chiqish avval. Ondan keyin bu ideologiyani oldimizga qo'yib qo'ysak, balkim Ahmadjon Qosimining bir ideologiyasi tiziladi oldimizga. Sabit Damollamning bir ideologiyasi tiziladi, Ilhon Turamning bir tiziladi, Muhammad Ali Efendining bir tiziladi, Muhammad Emin Buğraning chiqadi. Hammasining chiqadi ideologiyasi oldimizda qo'yamiz. Qo'ygandan keyin atrofidagi xalqni shunga mos bir shaklda yo'llantiradi hamda bu yetaklaydi. Ondan keyin bu xalqlarningki dal maslishanmaslik birisi bilan. Nurg'un yerda kelishanmaslik, ketayotgan sistemning cho'kishi, dushmanninki mush o'xshamagan ideologiya yuchuqlaridan foydalanib bizlarga qanday hujum qilganligidan tortib mush nuqtalar mencha qanday qilishi mumkin, oydinlashishi mumkin. Tarix o'qigan vaqtda bunda hayajon bilan hissiyotlar emas, mushlarning qo'limizga yengini olib o'tirib, bir narsa tatlab, bir narsa qazimiz ash shaklda. Ya'ni bir ko'zimiz Abduqodir Damollamning tarixini bir o'qib o'tayaman degan shaklda emas. Qanday shaklda desangmi, Abduqodir Damollam ishni nerdan boshlagan? Har qatimliq nutqlarda Abduqodir Damollam shu nutqida nima deysini o'rtaga qo'ymoqchi. Boshqalarga nimani bildirmoqchi. Abduqodir Damollamningki Qashqardagi shu vaqtda ipmangan va qilayotgan ishlariningki plani qanday shaklda tuzilgan? Nimni ro'yobga chiqarmoqchi. Va mushu ayni ish Sabit Damollamga bo'lishdi, Ahmadjon Qosimga bo'lishdi. Ahmadjon Qosimning yashagan yerlari, aralashgan kishilari, o'g'ilish manbasi, tayindigan manbasi, undan keyin kishilar bilan qilgan muomalasi, so'zlari, nutqlari, masalan, harakat bosqichlarini bidin tahlil qilish orqali Ahmadjon Qosimi shu vaqtdagi umumiy vaziyatni qas tarafga qarab epmangan. Buni tahlil qilish orqali oldimizda shunday ham qo'ysak, asli o'xshash ideologiyadagilarningki oldimizdagi o'rnaki birisi bilan parallel shaklda yoki mas'udul dal kelgan shaklda chiqadi, tushdi, xuddi qilib o'xshash tushdi. O'xshamagan ideologiyadagilarningki din chiqqan tahlil da birisi g'arbga, birisi sharqqa, birisi janubga, birisi shimolga qarab tug'an bir yo'linish Strilki belgisi o'xshash chiqadi. Mutlaqo bir yerda birisi bilan usishadi, birisiga qarshi keladigan nuqtalar bo'ladi. Mushu nuqta an dushmanninki bizning ishlarimizga sizishi, bizning ishlarimizni hujum qilishi, bizning ishlarimizni cho'ktirishningki bir yaratilgan
fursat noktası oldu. Şu noktalarni qanday qilib chiqish kerak desa, bilib chiqish kerak. Madem bir necha odamning ismini dedi, biz o'zimizga qarata tariximizda o'tib ketgan 100 yildagi shu odamlarni hammani tahlil qilish kerak. Xitoy qaysi nuqtadan keldi bizga yani? U bipay o'q atmay, u bir cho'ng bir zaminni akilib, va hozirgi Turkiyaning zaminidan 3 hassa keladigan bir zaminni akilib, bipay o'q atmay elib elishi, ma adam bizning oldida digilolmaydigan gapchu. Xitoy besib olgan 49 deb her saklaymiz. Qancha odam o'lgan shu vaqtda desa, o'lgan odamdan birini sanab bermaymiz. O'sha zaminni mudofaa qilish uchun o'lgan odamdan birini sanab bermaymiz. Endi mening qo'ymoqchi bo'lgan savolim, Xitoy qanday qilib bu natijaga erishdi? Bizning zaif nuqtamiz nima bo'ldi bu yerda? Nima uchun milliy armiya shu vaqtda 56-yilda taqdim etilgan milliy armiyada mening o'qigan ma'lumotimda 50 mingdan 60 minggacha bir askar bor. 50 mingdan 60 minggacha muntazam qurollangan bir askar bor. Bilishimcha shu vaqtda Xitoyning bizning zaminimizga kirgan askaridan sifatlik askarlar. Qurol-yarog'larni ancha tuvan emas. Nim bo'lib? Bir adam degan o'zining zaminini qo'g'dash uchun bir tomchi bo'lsa-mu qon aqish kerak asli. O izzat sharaf bu ko'ryapmiz bugun ash zaminni qo'ldan bergandan ki bizga qanchalik izzat sharafimizning dafsonda qolganligini ko'ryapmiz. Bir tomchi bo'lsa-mu qon aqish kerak asli. Kirmaysa deb o'lish kerak bir necha odam shu vaqtning o'zida. Kim öldü? Yani qaysi yuchuq ularni ravon bir şekilde bizning zamonga kirgizdi. Mush nuqtalarning hammasi to'liq tahlil qilinish kerak. Undan keyin balkim biz bugun o'zimizga yarasha bir şekilde sistem qura olamiz. Xitoy singib kirmaydigan, yuchuqlaridan foydalanmaydigan bir sistema qura olishimiz mumkin qarindoshlar. Va kullu hada kitob qaraman. Kullu hada bularning hammasi bizni 3. seviyenin sistemisi, yani 3. basqıçının sistemisi aldığı koyuyordu. Bak mühim neyse. Ma biz hazır umumiy karar ilish mazmunduğu karar deganimiz bu planni tüzüşünün kararı. Mush noktalar aydınlaşsa belki biz to'g'ri karar alalaymiz bu yolda. Abdur bunu mana şekilde ifadalabdi, hozirgi grafik şekilde. Mesela bir milletga, mesela biz bir meşru milletni qutqizish Xitoyni qo'llab chiqish bir planı desek, bu plandagi muhim nokta birisi biz tayinib, biz manba deb qarab kelayotgan nasla Qur'on hadis va bizda shakllangan qadimdan tatib kelgan milliy ong tushuncha, milliy diniy ong tushuncha, turat saqofi degan shu. İkincisi, bugungi zamonimizdagi bilim va bu qanoatlama ikkisi birlashib, bu ikkisidan bir süzgüç şekilde zamanımızdaki iş beşidikiler, mufakkirin degan men shunda deb turay, mutafakkir diyemmisem ma, zamanımızdaki iş beşidikiler ikisiga tayinib va bugungi ahvolni chiqish qilib turib bir ortada atmosfera yaratadi, fikr yaratadi, kishilarni shu fikr atrofiga to'planadi. Undan keyin an kishilarning kallasida bir ideologiya shakllanadi. Mana bu 3-bosqichdan chiqqan nimasi natijasi qarindoshlar. An ideologiya shakllanib bo'ldimi? 4-bosqich nima qiladi desangmi? Hamma odamning kallasida bir ideologiya shakllanadi. Ideologiya hamma odamning kallasida ma'lum darajada ana qilib, mana bunda qilib, mancha yilda manda ishladi degan bir shaklda bir ideologiya shakllangan. 4-bosqichda andakin hal qilishning tasavvuri va strategik plan tuzishning boshlanishi shu vaqtda boshlanadi. Ya'ni hal qilishning tasavvuri degandan keyin masalan biz bir qatimliq safarni o'zimizga mush qatimliq planning bir o'xshash shaklda misol olay. Bir qatimliq safar tuzish planini tuzdik. Bu safar jarayonida qiladigan ishlarimizni o'zaro qanaqa oldik, deyishib oldik. Endi safarga manchinjislar chiqamiz. Manch kunlik ya 2 oylik ya 3 oylik safar. Safardan manchinjislarga qaytib kiramiz. Safar jarayonida manda ishlarni qilamiz. Ashta qilamamizsa desak, şu planı tüzüşke qatnaşqan 10 adam barsak, 10 adamning kallasının hammasida safarining bir kichikgina lohiyasi tuzilib bo'ldi hisobda. 3 oylik safarga chiqadi ekanmiz. Safar Poloniyadan boshlanib, Istanbuldan boshlanib, Bursaga berib, Bursada cho'gilab Poloniyaga kirib, oxirgi 3 oydan keyin oxirgi Istanbulga qaytib keldi ekanmiz. degan bir kichikgina bir loyiha kallada shakllanadi-da. Shakllangandan keyin hammadan mush narsaga ishonsak, bu ideologiya bo'ladi.
qiladigan ishlarimiz, qo'nadigan yerlarimiz, to'xtaydigan yerlarimiz, qancha kishi mangamiz, qancha mashinada mangamiz bu bir ideologiya bo'ladi. Va endi mush safarninki mingish amaliy ahvollarini kallamızda tasavvur qila başlaymizki, palani bugün mashinada aydason, bugün mashinada endi hozir qish mezgili bo'lgandan biroz yo'lda qava mashlarimizga misallar zincir çaqsallar çünkü İstanbul'da qavmagan bilan nimaga o'tsak, hech Anadoluga amsa andakin İstanbul biraz havası issiq bo'lgan bilan Qaysariyaga borsak, Konyaga borsak, havo biraz soğuk, qishq chapallarimizni elib oldi. Qaranglar, tasavvurul hal va bidayat tahdidil istrateji. Avval aşı ideya, safar qilamiz degan ideya bizda shakllanib bo'lishi kerak. Bu ideologiya. Endi safar qilamiz degan ideologiya hammalarni shakllanib bo'lgandan keyin har bir odam aş safar jarayonidagi ba'zi ishlarga nisbatan oldin ola tayyorlik qiladiki, bu tahdid al-istrateji. Tahdid al-istrateji. Bu bek muhim nokta. Muşun demekçi 4. basqıçdan ki, mana sizlarga tushuntiradigan shakli bu qarindoshlar. Na'ti ila anna kull harakat nahba. Har qanday gulinish harakatining hammasi kelayli ki har qanday gulinish harakati muayyan zaman, muayyan makonda xizmat qiladi. Dedim ya men. Bayatdan qiz safarimiz İstanbul, Qaysariya, Konya, uya, buya bir şehirde bulundu. Muayyan zaman, muayyan makon. Ya qishda ya yazda. İnek kalıldı bolsun. Muşu makanның, muşu zamanның özüge xas şaraitleri, zurufuhu ve durishleri, muatiya degan gap bunda qulaylik şaraitleri ve mudahhalatihi ki bazı yenidan qo'shiladigan ishlar bo'ladi. Dedik ki Qaysariyaning havosi Konyaga o'xshamaydi. Konyaning İstanbulga o'xshamaydi. Undan keyin İstanbuldagi kiyib chiqqanma nepiz ko'ngnak yoki nepiz chapan bilan Konyada tug'ilolmaydi. O'zining bir sharoitlari bor. Fel-vaqi'a fi Afrika, Afrikadagi reallik Osiyodagi reallikka o'xshamaydi. Yevropadagi reallikka o'xshamaydi. Avstraliyadagi reallikka o'xshamaydi. Sharqiy Turkistondagi reallikka o'xshamaydi. Ondan keyin iza nazarna ila al-manatiq al-asghar lid-duwaylat, mushu qit'alarda tarqalgan kichik davlatlarningki kichik rayonlarga qaragan vaqtimizda sanajid, ya'ni shuni bayqaymizki, her davlatning özgürlük şaraiti var ve özgürlük bir icabi yoki abzal taraflari var. Endi gullanish harakati indama tantaliq mangan vaqtida qaysi nuqtadan mangdi eng az fikr, mufakkir ve qo'rg'itsi nuqtasini tatib mangdiki, shuni bilan 4. tasavvur. Degani ishni boshlagan odamning kallasida bir plan bo'ladi. Tabii ki mufakkir, muassis degani shu ishni boshlab mush planning qurg'uvchilari, mush planning fikr mutafakkirlari eng avval qurg'uvchi boshlab mang'uchoqqa fetashakkel bidalika shuni bilan 4. seviye shakllanadi ki bu seviye mushu rayonga xos hal qilish tasavvurini o'tirib qo'ydi. Sharqiy Turkistondan ki esanlar bo'lsin, hal qilish tasavvurini Sharqiy Turkistonda yashagan Sharqiy Turkistonlik qo'ydi. Men uni oldingi darsda ta'kidlab o'tdim. Sharqiy Turkistondagi yurgiziladigan ideologiya, Sharqiy Turkistonning masalalarini hal qilish choralari ikkinchi bir millatdan yoki Sharqiy Turkistonda yashamagan har qanday odam tarafdan kelmaydi. Chunki dedik ya, har rayonning o'ziga xos bir. Uning ustiga men bir narsani dey, Xitoyni dunyoda bizdan yaxshi tushunadigan bir millat yo'q deb o'ylayman. Biz Xitoyninki shu o'bir juburlari qachondan tushunamiz. Faqat kallamızdan azraq bazı planlarga yetmagan yerlari var. Xitoyning hiyla-mikr quvlariga, Xitoyning strategiyalarga yetishmagan yerimiz var, ammo tushunishdi biz tushunganda uchun. Men oldin sa'atlik dars dedim, haliqi bir cho'ng bir siyosat doktorininki eplishib yashasanglamamdo degan gap masalan. Bizga ish yugutibchi. Ba'zi atrofimizdagi yaxshi niyatli ham odamlar, masalan, odamlarni eplayolmaymiz. Yaxshi niyatli turk qarindoshlarimiz var, mayli turk siyosiy yo'llari var, mayli turk ilm odamlari var. Hammasini nima deydi? Bizga kuynab o'tirib eplishib yashasanglamamdo, ashundan foydalansanglamamdo deydi. Maalesef biz degandek ularga boshqa tushuntirib bo'lmaymiz. Deymizki, arab qarindoshlarimizga Isroillikdan eplishib yashab, Isroillik bitirib qilib anglar ya. İsrailliklar bilan eplishib yashab, Palestindagi nurg'un odamning safosini o'stirib anglar ya. İqtisodni o'stirib anglar va turk qarindoshlarimizni PKK bilan eplishib yashasanglamamdo deymiz endi. Bu ashta bir her yanınki o'zgarishlik benimisi var. Ahvali var, vaziyeti var, şaraiti var. Bu ne? Şu yerinin ehli qanday qiladi, tushunadi qarindoshlar. Hadal mustawa min at-tahdid wallazi yutlaqu alayhi at-tahdid al-istrateji.
Muşu planlaş seviyesi biz hazır 4. seviyede ya bunu biz planlaş seviyesi dedik. Yani bununla stratejilik planlaş deb isim mi koyduk? Vellezî yutlaqu aleyhi degan gap isim koyuldu degan gap. Muşu seviye, muşu basqıç demekçi. Muşu basqıç yeda'u tasavvurat. Tasavvurlarını ortaya koydu. Ben dedim ya, çapan ele olamdık. Kışlık kiyim ele olamdık. Yediğen narsa ele olamdık. Sudun qanchını ele alamız. Bunun okşaş. Bir bayatın seperini misal kıldım. Şuna asas devadım. Ve efkarlarını yeda'u ortaya koydu. Ve hulul fi meda zemeni degan gap ma'lum zaman dairesinde bir hal qilish choralarini ortaya qo'yildi ki manzur degan gap qaralgan fikr yurgizgan zaman dairesi ki bu 10 yil 20 yil yoki 30 yilga suziladi. Qanchalik vaqtda hal qilib bo'lamiz mana masalan demakchi. Lakinnahu biroq bu planlash cho'qim nimaga qarab bo'ladi? Sharoit, zaman ve muayyen makanga qarab bo'ladi. Mana mushu bosqich 4-bosqich ki strategik planlash bosqichi hem tasavvurlar dünyasida, fikirler dünyasida saqlangan, to'xtalgan bo'ladi. Rasmiy ijro dunyosiga kirishdan ilgari. Texi bu planlash davri. Texi biz bu yerga mukammal o'qib qo'yaymi? Safar uchun oldin qilgan tayyorlikqa o'xshaydi. Seferge bismillah deb mangan mengishtin ilgirki. İcra deganimiz şu mengishtin ilgirki gapimdi. Annekimiz bayatın 4. basqışta mesela 10 yıllık 20 yıllık dedik ya. Bu bir çoğun plan, çoğun bir lahiye. Bu lahiyenin içine şunda başlık kelgandan ki lam emisi 10 yıllık 20 yıllıkken 2021 yılı demiş qilamiz. 2020 yılı 2020 yılının aldığıqı 6 ayda demiş qilamiz. Bu 6 ayınki ma ayda demiş qilamiz. Bu ayınki emisi ma hafta demiş qilamiz. Ma haftanınki bugün işini nereden başlayımız? Yani el-hutet 5. basqıç, el-hutet, el-qasira, el-mada. Yani parçalaş gerek. Bütün plan 20 yıllık. 20 yıllıkını 3-4 parçalap aldığınkı 5 yıllık, aldığınkı 3 yıllık, aldığınkı 4 yıllık degendek bir plan. Anladım bunu bu yıl 2020 demiş qilamiz deb yılga parçalash, bu yılni 2 mavsumga parçalash, mavsumni her ayga parçalash, ayni haftaga parçalash, haftaning ishini kunga parçalab bugun demiş qilma degan nuqtagacha planlanmasa ish olmaydi qarindoshlar. Çayimizni ichib chiqib, nashtamizni qilib chiqib, ko'zimizni ulab chiqib, uyqumuz tugaganda voy demiş qilamiz deb chiqib ishni oxiriga achiq qilib bo'lmaydi qarindoshlar. Agar qilingan plan tugmasa, uxlamasak mayli, plan tugmasa och qolsak mayli, bu shaklda ma'nomasa ish olmaydi qarindoshlar. Thumma ya'ti andin keyin anından tönrak seviyedeki bir plan keladi. Bir bayatdan 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık plan ya. Ama kısa müddetlik planlar. İşte 10 yıllık içindeki ya 20 yıllık içindeki kısa müddetlik. Bu olsun 5. basqıç. Ve bu basqıç kısa müddetlik planlar hakkında sözleydi. Yetekellem en hutet kasiretil meda. Kısa müddetlik planlar hakkında sözleydi. Yani biz şu vakitlerin içindeki bir yıl müddetini meşgulümüz. Ma şekilde. Ben bayatın bunu tefsir edip oldum sizlerle. Aval mancıncı 3 yıllık, mancıncı 5 yıllık şekilde ayrıldı. Ondan keyin yılga ayrıldı. Ondan keyin mevsim, ondan keyineden ay, ondan keyineden hafta, ondan keyineden bugün gün. Ondan sonra bugünün işine girsek, emsi saat 8'de işine başlayımız. Saat kanca çıkılımız. Bu şekilde. Ve huna la budda bana müşahede çokum nişanlan ait inek oluş gerek. Nişan inek olmaya kalkarsan şu oturuşup çay içip kopumuz kardeşler. Başka şey olmaydı. Ve en yekune taharruk kılıdığan hareketimiz eksere dikkaten tekhamon ait inek nazır inçik oluş gerek ki her iş öz cay, her bir motor kuraştıgan okşaydı bu. Meh öz cayga seliniş gerek. Bir meh eşip kırış konmaydı. Bir mehni artık selötüşke qat'i bulmaydı. Xitayning 10 yillik 50 yillik emas, jiq anglaqli Xitayda aşkar deydi o gapni. Qaysinglar bilasizlar Xitaycha bir gap baya 100 yillik bilan deb. Beynen daciya deydi Xitaycha. Anlaganmı şu gapni qaysinglar? 100 yillik büyük plan deydi. Xitayning 100 yillik büyük planning birlam nishoni bor. Men tushungan nishondan birisi. O olsa Cunhua milletlerini birleştirish, bir millet qilish.
Bunu Xitayca nasıl etti ya? Tongyi Zhonghua deydi Xitayca. Muşta lafız anlayan mı? Yani Zhonghua'nı birleştiriş deyipçi. Yani ortada Uyghur da binası kalmaslık, Kazak da binası kalmaslık, Özbek de binası kalmaslık, kıpkılıç doğru kep kalsa veyzu kep kalıdı. Uyghur kalmaydı. Anda burtuva, sakılıva, küzü yumulak adamla kalmaydı. Hemmisi şu gazır göz yapma kapak adamlığı özgürlük ile. Xitay'ın tam planı bu. Bu plan yumuşak vasıtıyla bombadı. Xitay'ın terakki kılıp baktı. Uygurluğumu Türkçe millet oğanlıken bile terakki kılıp aldı. Xili baktı. Bir Uygur bir Xitay'ın toyu kımmedi. Ya tegimidi. Emdi bugün anda oğanlıken kana kılı desanla zoğlap Uygurlarını kattık namırlaştırış. Bugün azırak bir nesi bildiğin çündüğallarını kattık kolluk olan sulu öteş. Bir-birliklerini chet elge çıkarıp kaçırıp öteş. En ahırsı kapqağalarını onumuzu unumay deslepki mezgellerde zoğlap toy kıldırış. Andan keyin pullan toy kıldırış, imkaniyatlan toy kıldırış. Toy kılıp 5-6 yıldan keyin ötse qaranglar. Xitay'ın anısı Uygur'un dadısı var, Uygur'un anısı Xitay'ın dadısı var. Bir evlat peyda oldu ya, hiç kimni eğip gömeydiğin bir noktaya geldi. Şunu olan qalğan işler asta güzel bir şekilde gitdi. Mana bu bularınki planı asli. وتأتي التفصيلات على هذا المستوى المهدد من الأفكار. Endi qalğan tafsilotlar fikirler içindeki belgilengen muşu seviye boyunca indi. Bayatın degendek yıllık, aylık, haftalık, günlük, saatlik şekilde ayrılıp muşu boyunca davamlaşıp geliyordu kardeşler. 5. basqıç bu. Endi 6. basqıç el-xibrat el-ilmiye. El-xibrat el-ilmiyeni üzünü tercüme kılsanlar ameliye. Ameli tecrübe edip çıkıyordu ama ben bunu reallık. Planın hemini tüzüp bulduk endi. Ben bayatın seferini misal kıldım. Seferden bütün planlar tüzüldü. Emrisi saat 5'te İstanbul'un yolu çıkımız değildi. 2 saat mangan deyinken falan yani bir demaldığa yava düşüp biraz çay içip kahve içip mescitte namazımızı okuyup andaki mangamız değildi. Bütün planlar tüzüldü. 6. seviyede çıksa maşinini bismillah deb qozg'atqanga o'xshaydi. Qozg'atqandan keyin aldığımız o'xshaydigan realliklar bizning tuzgan planlarimizning nurg'unlarini qanday qiladi, o'zgartirdi. Juz'iy şekilde asas plan tağı o'zgarmaydi. Bizning asas cho'ng nishon 3 oylik safardan keyin Istanbulga qaytib kelish. Bu o'zgarmaydi, ammo ishidagi juz'iyatlar o'zgaradi. Chunki 10 kilometr minib mashinaning chaq yel chiqib ketishi mumkin. Rasm qarindoshlar. Ya çak almashtiramiz 1-2 saat ketadi. Shuni bilan 1-2 saatlik hele demelish o'rniga tushib, demeladigan plan yo'lda mashinaning chaqini o'xshab ketadi. Ya'ni bunda bir o'zgarish paydo bo'ladi. Al-xibrat al-ilmiya degani reallik. Reallik juz'iy planlarni qana qilishi mumkin, o'zgartirishi mumkin. Vaqt mutuşib qoldi qarindoshlar, az qoldi. Men tez qana qilib tugutay. نستطيع أن نقول أنه ينتج عن ذلك yukarıdaki 5 seviyeden biz şuna diyebiliriz ki yukarıdaki mezmunlardan 6. basqıç kep çıkıyordu yentic. O olsumu reallik bilen sürkülüşten kep çıkan ameli tecrübe. Reallik bilen sürkülüş degeni bizning tüzgen plandan başka reallikimiz başka oluyordu. Bu reallik bilen sürkülüş degeni reallikning içine kirish degan gap. Neslenin seviyesini etrafımızdaki dünyadan yaşayotgan əsrdən alğan bilimlərinin basqıçlarını, andikin mütəfəkkirlərinin çıxarğan taqatqan ideologiya basqıçlarını, stratejilik planlaş, qısqa müddətlik planlaş, muşlarning hammini tamamen tekrar bir müracaat qıldırışni keltirib chiqardi. Yo'li degani ashuni o'rtaga qo'ydi. Ya'ni qaytadan qarab chiqamiz hamma narsaga. Bir misol ben ötken sizlerden bir sual sordum. Ötken 20 yıllıkta bizden ötküzgen hatalıkımız var mı yok mu? Nurgullarına bağlıdan mı? Biz şu ötken 20 yıllık Kur'an edisi agishmangan hatalıkımız bağlıdık. Bu biz ne negapadı desene toxtab turunlar. Biz Kur'an'ın hadisine hata düşendik mu? Deydiğen bir müracaat, qaytish. Qaytidan qarashqa ebbadı bizni. Reallik aşta qılıdı. Ve ta'udu davra. Yine davr aylanış, yine bir qıtım aylanıdı. Bir qitim reallik sürkelgendeki nurgun az maskenmeydi.
tekrar peşimizge qaytımız ki Kur'an'a qaytımız, hadisga qaytımız, etrafımızdaki bilimler qaytımız, mutafekkirler şekilde ideologiya qaytımız, büyük bilallığa qaytımız, kiçik bilallığa qaytımız. Yani qaytıdan yukarıda tüzgen 6 basqıçını yeni bir qıtım aylanıp çıkımız. Her qıtım aylanımız ki litestemir bu davam kılsın üçün kedavra bir aylanış süpütü ki callık, mükemmel reallıqni özgertiş üçün, muamele kılışın. Her qıtım aylanımız reallıqdan ağan tecrübemizle qaytıdan qarap çıkımız, Kur'an hadisine hata düşünüp qağayalarımızı doğru düşünümüz, ideologiya cəhətdə hata ideologiya tüzüp qağan bolsa onu tüzütümüz, muşta ahırısında qanday şekilde bir doğru bir ideologiya ya doğru bir sistem kuruldu demiş yerde. En ahırda hemmini oңşaydığını, ki biz bir gap bayık kejini bazağa oңşadığı oxşaş, yukarıda tüzgen 5 basqıçtaki bütün işlerini oңşaydığını 6. basqıç ki emeli tecrübe. Bu arqılıq bizim aldığımızda 6 basqıç boldu ki bu 6 basqıçdan an güllenişini hareketlendirgüçü karar çıkıyordu. Muşu 6 basqıç normal aylanış haltı kep boğan dinkin ama biz doğru kararını şu vaxtda çıkara alayımız. Qarindaşlar. Mesela miyada bir tablo biripti. Birinci qadam alıdığı yerimiz nususul mercaiyye. İkinci uyadan başlap biz etrafımızdaki zamanımızdaki bilimle, kanaatle dikilimiz. Üçüncüden ideologiya şekillendirgüçü fikir sahipleri dikilimiz. Üçüncüsü uzun müddetlik stratejilik plan tüzümüz. Dördüncüsü, beşincisi kısa müddetlik plan tüzümüz. Altıncısı reallıqqa salsaq, bu gaplarda nurgullarını hata düşünüp algan, nurgullarını hata planlagan, nurgun planla ortağa düşmedi. Qaytıdan kilimiz yana. Burunqı Kur'an hadisqa bolgan düşüncelerimizni qaytıdan qarap çıkımız. Qaytıdan əsir bilen muşta aylanğılı tutsaq, muşta bir motor qaysını motorunu otaldırıp bakkan, belki hemen otaldırıp bakkan. Şunda bir destekenden kelam motor şunda aylanıp motor hareketlenip etdi ya. Bu sistem muşi şekilde aylanıp, hareketlenip, her daim hatalı kılınan reallıqdan çıkan tecrübeler arkalık tüzüp durduğun, düşüncelerini tüzüp durduğun bu şekilde üzüksüz bir sistem aylandı. An bunun tam oturdan neme çıkadı? Bir karar çıkıdı ki hareket qanaqa vaqtda muvaffaqiyatli şekilde ahirgacha davom qiladi degan bir karar çıkıdı. Bizning tünügün o'qigan, bugun o'qiganimiz meseleni avval bilish kerak. Sözden ilgili ve işten ilgili degan ya, shuningki bir namunasi oldu. İnşallah vaqtdan asturdan bugungi darsimiz müşahada oxirlashdi. Kelaqti darsda biz ikkinchi namuna, ikkinchi ulguni ko'ramiz. Şu vaqtgacha hammalar aman bo'linglar. Biroz vaqtinglarni ortiq elayotdim. 10 minut vaqtinglar ortiq ketdi. Kechiringlar, rozilanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.